Konstitutsiya bu xalq ovozi, bu erkinlik. Konstitutsiya o'z fikrlarimizni ifoda etish, e'tiqod va orzularimizni qo'rqmasdan amalga oshirish imkoni. Konstitutsiya bu adolat va tenglik. Shuningdek, u mas'uliyat, huquqlar bilan birga majburiyatlarimiz borligini ham unutmaslikdir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabr kuni qabul qilingan. 2023-yil 30-apreldagi referendumda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi Konstitutsiyaviy qonuni 1-maydan kuchga kirdi. Konstitutsiya mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega va to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Yangilangan Konstitutsiyada moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni 275 tadan 434 taga oshdi. Ya'ni xalqimiz takliflari asosida yangilanib, asosiy qonunimiz matni qariyb 65% ga ortdi. Avvalgi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida tashqi siyosat bobi faqatgina bitta moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, yangilangan Konstitutsiyada esa ushbu bobga yana bir modda qo'shildi. Ya'ni 17-moddada O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyekti ekani alohida ta'kidlab o'tildi. 18-moddada esa O'zbekiston davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirishi belgilandi. Yana bir muhim jihat, Konstitutsiyamizning 23-moddasida O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishi kafolatlangan. Bir so'z bilan aytganda, Konstitutsiya mening, sizning va bizning huquq va erkinliklarimiz kafolatidir.